Hozir ham shunaqa hayoda bir ko'rinishi bormi? Alo, kim bu deydi. Sizga farqi yo'q. Hoji aka bormi? Kim bu deydi. Nima qilyapsiz kimligimni bilsangiz? Erkak kishi zo'ron holda ayol kishi ko'tardi. Uydagi telefonda bo'shgan. Oladi, assalomu alaykum, to'xtab turasiz. Falonchi hoji aka bormi? Yo'q edi. Nima ishingiz bor edi? Nima deb qo'yay? Yo'rgatadi shu narsani ayollarimiz. Endi ayollarimiz qo'lida telefon bor, hammasini hozir. Tushunyapsizmi? Hayo hatto mushrikda ham har qanday inson toifasida bor sifat insonni fitratida bor. Bilasizlarmi, hatto mini yubka kiygan qizlar ham o'zini behayo qilib ko'chroq yurgani bilan otasini Ulg'uromni orasiga kirganda haligi kalda yubkasini pastga tortishni boshlaydi o'tirib qolsa. Nimadan bu? Ana shu hayo o'lchaylik insonni fitratida borligidan. Ana shu qizlar, ayollar g'ushib ko'rdida yopib borishdi, lekin bor tagida aslida shu hayo. To'g'rimi? Masalan, og'ziga kelganini qaytarmasdan so'kinadigan ablah, maraz tabiati o'g'il bola ham ota-onasini ulug'roqga kelganda nima qiladi? Maskani kiyadi, odob degan maskan. To'g'rimi? Hayo, birodarlar, qabih amallardan qaytarib turadi. Hayo kafolat. Hayosi bor odamdan yaxshilik kutsa bo'ladi. Ammo behayoyot odamdan har baloni kutsa bo'ladi. Hozirda birodarlar, o'yinni suvda qarasangiz, behayolikka targ'ib bor. Ana shu behayolikni madaniyat deb ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Avratlamoqchi yurishlik, peshqadamlik, taraqqiyot deb ko'rsatmoqchi bo'ladi. Akalar, hayo insonni tabiatida bor narsa. Fitrati aynimagan odam hayoviy bo'ladi. Mana payg'ambarlarni hayotiga murojaat qilsak, Muso alayhissalom ana shu Madiyanga keldi. Ikkita qizni qo'ylarini olib kelib, suvga tutib sug'ordida qaytarib berdi. Bu Shuayb alayhissalomning qizlari edi. Muso alayhissalom borib, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir deb daraxtdagi bor o'tirdi. Parvardigor yurtidan quvg'in bo'lgan, yurtidan qochib chiqqan. Parvardigor, sen menga tushiradigan xayriyatingga men muhtojman dedi. Astagfirullah. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Kelib aytdiki, qizlardan biri hayo bilan yurib kelib, otam sizni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganingizni haqqini berish uchun chaqirmoqda dedi. Abdulla otamizni chaqiryapti deganida nima ishi bor ekan dedida suhbatga sabab bo'lib qolardi. Tushunyapsizmi? Shunday hayo bilan keldi va aytdiki, nima uchun chaqirayotganligini ham sababini aytdi, toki so'rab o'tirmasin. Hayo bilan keldi. Boshlik qizdan yuraman demadi Muso alayhissalom ham. Chunki hayo degan narsa fitriy dedi. Hali payg'ambar bo'lmadi. Allohni so'rasin. Qiz oqida yurdi,
Muso alayhissalom oldida ketdi. Unga chopga yuring degan so'zni ham aytmadi. Yerdan bir kesada olib turib o'ng tomonga tashlaganda, endi o'ng tomonga burish kerak ekan degan narsani ko'rib shunday qilib otasini oldiga olib bordi. Hozir ham shunaqa hayoda bir ko'rinishi bormi? Alo, kim bu deydi. Sizga farqi yo'q. Hoji aka bormi? Kim bu deydi. Nima qilardingiz kimligimni bilsangiz? Erkak kishi zo'rni qo'lda ayol kishi ko'tardi. Uydagi telefonda pustin. Oladi, assalomu alaykum. To'xtab turasiz. Palonchi hojiga bormi? Yo'q edi. Nima ishingiz bor edi? Nima deb qo'ying? Yo'lga shu narsani ayollarimiz. Endi ayollarimiz qo'lida telefon bor, hammasini hozir. Estağfirullah. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Alloh taolo mana mo'min ayollar qanday bo'lishligi kerakligini Qur'onda bayon qilyapti. Bas sizlar ayollar parda ortidan biron nomahram erkakka javob qilgan paytlaringizda mayin, nazokatli so'z qilmanglarki, u holda ko'nglida maraz, nifoq bo'lgan kimsa qamatib qolur. Yaxshi, to'g'ri so'zni so'zlaylar. Tilinglarni buramanglar. To'g'ri gapiringlar, Allohdan qo'rqinglar. Iloji bo'lsa gaplashmasin. Ha, yo'q, bo'ldi. Domofonni bosdingiz. Hoji aka bormi? Yo'q. Indamay keting. Qachon keladi? Ha, ketdi. Telefon qilib olmaysizmi? Musulmon odamga to'g'ri keladimi shunaqa gap? Senga nima dedi? Yo'q dedi, g'ildirak. Hayosi yo'qni yaxshiligi yo'q. Behayo kishida yaxshilik bo'lmaydi. Shuning uchun aytiladi, adolat yaxshi narsa. Ammo amirlardagi adolat yana ham yaxshi. Hayo yaxshi narsa. Ammo ayollardagi hayo yanada yaxshi. Saxovat yaxshi narsa. Ammo boylardagi saxovat yana ham yaxshi. Sabr yaxshi narsa. Ammo kambag'allardagi sabr yana ham yaxshi. Tavba yaxshi narsa. Ammo yosh yigitlardagi, yoshlardagi tavba yana ham yaxshi. Ya'ni yoshlarga eng yaxshi narsa tavba. Ayollar uchun eng yaxshi narsa hayo. Kambag'allar uchun eng yaxshi narsa sabr. Boylar uchun eng yaxshi narsa saxovat. Amirlar uchun eng yaxshi narsa adolat. Hayo iymondan. Agar hayo qilmasang, xohlaganingni qilaver. Mana buni ikki xil ma'nosi bor deb aytdik. Agar behayo bo'lsang, senda yaxshilik yo'q, xohlagan qilib yuraver. Behayo bo'lsang, senda yaxshilik yo'q, xohlaganini qilaver. Ikkinchi ma'nosi, agar qilayotgan ishingda Allohdan uyalmaydigan bo'lsang, Alloh taolodan uyalmaydigan ishing bo'lsa, qilaver degan ma'no bor. Akasini ayoliga, akasi o'lgandan keyin uylangan kishilar misoli kabi. Demak, o'rtacha yo'lni tutishlik kerak bo'ladi. Dinimiz vasatiya dini birodarlar. Dinimiz hayo dini. Hayo qanchalar sizda yuksak bo'lsa, demak sizni qadringiz ham Allohning huzurida shunchalar yuksak bo'ladi.
Mana endi hayoni nima ekanligini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday tushuntirgan ashoblariga. Hayo deganda uyalishni tushunyapmiz. Uyatchani bu hayo ekan. Imom Termiziy keltirgan hadisda Abdulloh ibn Mas'uddan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Istahyu minallohi haqqal haya." Allohdan chinakamiga haqiqiy hayo qilinglar dedilar Rasululloh. Shunda sahobalar aytishdi: "Qulna ya Rasululloh, inna nastahi valhamdulillah." Ya Rasululloh, biz Allohdan chinakamiga haqiqiy hayo qilamiz deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Laysa zak." Unaqa emas. Prosta hijolat bo'lishi, yerga qarab qo'yishlik emas. Chinakam hayo qanaqa bo'ladi? Chinakam hayo qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimizdan o'rganamiz. U zot aytdilar: "Valakinnal istihyaa minallohi haqqal hayai an tahfaza rasa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkur mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Hayo nima? Haqiqiy hayo. Allohdan bo'lgan haqiqiy hayo boshni va undagi narsalarni saqlash. To'g'ri kelgan narsani o'ylanib olish, to'g'ri kelgan narsa haqida g'am qilaverishmas emas. Qorinni va u xohlagan narsalarni saqlash. Qorinni saqlash u xohlayotgan narsalardan. To'g'ri kelgan narsani yeyaverish bu hayoga to'g'ri kelmaydi. O'lim va balolarni eslashdir. Kim oxiratni istasa, dunyo ziynatlarini tark qiladi. Bas kim shunday qilsa, tahdid Allohdan chinakamiga hayo qilibdi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, kishi harom luqmadan, harom fikrlardan, harom luqmadan, harom so'zdan, harom ishlardan o'zini tiygan bo'lsa, demak Allohdan nima qilibdi? Hayo qilibdi. Alloh subhanahu va taolo hakim bo'lgan zot. U zotni har bitta qilgan ishida hikmat bor. Nimani man qilib harom qilgan bo'lsa, orqasida hikmat bor. Nimani farz qilib qilishga bizni buyurgan bo'lsa, buni ham orqasida nima bor? Hikmati bor. Ana shu o'zi bilgan hikmat sababli Alloh azza va jalla halol narsani qiyin qilib qo'ydi, harom narsani oson qilib qo'ydi. Tushunarlimi? Halol rizq topaman, halol yeyman, halol ichaman degan odam ancha joni qiylanadi. Ammo mana shu halolga intilmasdan haromga kiradigan bo'lsa, harom yo'li oson. Metrni tortib qo'yadi, qog'ozini qulog'ini burab qo'yadi, sutga suv qo'shib qo'yadi. Xitoyda narsasini nima deydi, Nemetskida sotadi. Yolg'onda. Halol topaman degan odam qiyinchilikka kiradi, uzun mashaqqatga uradi. Halol kasb kor qilishni birodarlar oson emas. Bu bilan u Allohning roziligini istaydi, sabr qiladi, hayo qiladi. Ammo yana bir odam bor, Allohdan hayo qilmaydi, haromga uradi, yengil bu topadi. Unga ham oqibatini ko'rib qo'ying deb bo'lishligi.
Darsimizning g'oyasi ishni oxiridan boshlash. Ajoyib. So'z bo'ldimi? Ish boshidan boshlanadi. Lekin ishni oxiridan boshlash degan tushuncha bor. Bir eshitganda tushunasiz. Ishni oxiridan boshlash nima degani? Hammamiz oxirimizda nima kutib turibdi? Ömrimizni oxirida nima kutib turibdi? O'limmi? Ha, o'limdan boshlash kerak ishni. Nima ish qilmang? Qaysi narsaga kirishmang? Oxiri boradigan joyingiz haqida fikr qiling. Shundan kelib chiqib ish qiling. Nima ish qilsangiz, qayerga borasiz va qanaqa yo'lda yashaganingizda baribir kun o'lishingiz bor. Shuning uchun o'limni o'ylab ish qilsangiz, ishni oxiridan boshlagan bo'lasiz. O'lim bormi hayotimiz oxirida hammamizni? O'limni o'ylab ish qilaylik. Ehtimol ertaga kelar o'lim. Ehtimol 50 yildan keyin kelar. Lekin ertaga kelib qolganda bugun qilgan ishimizga uyalib qolmaymizmi Allohning oldida? Demak, mana shunday yo'l tutsak, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'lamiz. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Alloh taoloning go'zal ismlari bor. Bas uni o'sha ismlar bilan chorlaylar. Musulmon odam Alloh taoloning asmaul husno, go'zal ismlari haqida o'qib, o'rganib, ilm olar ekan, mana shu go'zal ismlaridan o'ziga ulush olish kerak. Alloh azza va jalla saxovatli, al-karim zot ekan. Siz bilan bizda saxovat bo'lishi. Alloh taolo al-G'ofur, kechiruvchi bo'lgan zot ekan. Kechirishni o'rganishimiz kerak. Alloh taolo al-Halim bo'lgan zot ekan. Hayoli zot ekan. Siz bilan bizda mana shu hayo degan sifatdan bir bo'lishi kerak bo'ladi. Bizni birodarlar haqiqiy dindorligimizni belgisi uyimizda va ishimizda ko'rinadi. Masjidga kirganda hamma bir xil odobli eslik, g'azabini tiygan, tili fahshdan munkardan to'xtagan. Ammo uyga borganda-chi? Uyga borganda ham Allohdan hayo qilib, tili to'g'ri so'zlaydimi? Yolg'iz qolganda, qo'lida telefoni, ro'parasida internet turganda, Allohdan hayo qilib, Alloh norozi bo'lgan narsalardan o'zini tiyadimi, yo'qmi? Sizni dindorligingiz uyingizda bilinadi va ishingizda bilinadi. Yaxshi hosil olaman dedi bir bog'bon yoki dehqon ekiniga, daraxtiga ximikatda keragini oshiqcha soldi. Maqsad o'sha chiqargan mahsuloti xaridori mo'l bo'lsin. Haqiqatan chiroyli bo'ldi, katta bo'ldi, lekin uni yeydigan odamlarni salomatligini yo'q qilish hisobidan bo'ldi. Allohdan qo'rqqan odam bunaqa qilmaydi. Allohdan qo'rqqan odam, Allohdan hayo qilgan odam nima qiladi? Alloh taolo ko'rib turganda hamma ish qiladi biz. Mana shunday ish qiladi. Allohdan haqiqiy hayo qilgan banda bunda yo'l tutmaydi. Shuning uchun aytyapmiz, bandaning dindorligi uyi va ishida ko'rinadi.